Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz metabolik alkaloz. Biz o'tgan darslarda respirator alkaloz haqida gaplashdik va mana bu jadvalda alkalemiya, ya'ni muhitni ishqoriy tarafga o'tish tarafini ko'rib chiqdik va o'tishni mana bu respirator alkaloz tarafini ko'rib chiqdik. Respirator alkaloz tarafda biz respiratsiya asosiy jarayonni tashkil qiladi, ya'ni bu respiratsiya nima degani? Nafas olish. Nafasga bog'liq holatdagi alkalozni ko'rib chiqdik. Nafasga bog'liq holatdagi alkalozda asosiy protsessda bizda karbonat angidrid muhim rol o'ynaydi. Karbonat angidridni avvalgi darslarda ham bilamiz. Baland bo'lishi kislotali, past bo'lishi esa ishqoriy muhitni ta'minlab beradi. Mana shu respirator alkalozda karbonat angidrid miqdori hansirash, panika yoki har xil embolizm kabi protsesslar tufayli karbonat angidrid miqdori kamayib ketardi va natijada respirator alkaloz kuzatilardi. Endi metabolik alkaloz deganda biz mana shu protsessga o'xshagan boshqa jarayon, ya'ni karbonat angidridga bog'liq bo'lmagan holatdagi ishqoriy muhitni o'zgarishi bilan ko'rib chiqamiz. Shuning uchun bu nafas jarayoniga aloqasi yo'q va biz metabolik so'zini qo'shib ishlatamiz. Metabolik alkalozda gidrokarbonat yoki biz kitoblarda bikarbonat degan moddamizni 28 ekvivalent birlikdagi miqdori normadan oshib ketib qoladi. Mana 28 ga maksimal borish kerak edi. Endi undan ham oshib ketib qoladigan bo'lsa, qondagi miqdori qonda natijada ishqoriy muhit tarafga qarab yuradi, kislota ishqor muvozanati. Yoki vodorod ionlarining konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi. Vodorod ionlarining konsentratsiyasi kamaygan sari organizmda biz aytardik, vodorod kamaysa, bu narsa pH ni orttirardi derdik. pH ni ortishi esa bu ishqoriy muhitdan dalolat beradi. Qanaqadir tashqi omillar yoki boshqa ba'zi protsesslar, masalan, qayd qilish kabi protsesslar natijasida organizm vodorod ionlarini ko'plab yo'qotib qo'yish ehtimoli bor. Shuning uchun bu sabablarning asosiylaridan bittasi bu qusish yoki qayd qilishni olib ketamiz. Keyingilari bu diuretiklar, ya'ni diuretik moddalarni ko'p berish yoki bularni o'tkir yoki kech fazalari bor. Mana bu joyda recent yoki current holatdagisi, xuddi shuni keyin gaplashib chiqamiz. Diuretiklar natijasida yoki mineralokortikoidlar. Biz mineralokortikoidlardan aldosteronni eng ko'p bilamiz. Aldosteron bu organizmda natriyni saqlab qolishga qaratilgan kanallarni ishga tushirib beradi, ya'ni yenak berdi. O'tgan darslarda gaplashganmiz. Mana shu yenakni ko'paytirib beradi. Shuni hisobiga natriy ionlari ko'proq qonga so'rilib ketardi, reabsorsiya bo'lardi endi bu yerda. Bundan tashqari kaliy bilan vodorodga teskari ishlardi. Kaliy bilan vodorodni kamaytirib yuboradi. Aynan mana shu vodorodni kamaytirib yuborganligi mana bu yuqorida aytgan vodorod ionining yo'qotilishiga to'g'ri keladi va bu metabolik alkalozga sababchi bo'lib qoladi. Qachonki aldosteron miqdori, ya'ni mineralokortikoidlar dozasi ortib ketishi, bundan tashqarida mineralokortikoid analoglarini bersak ham yoki organizmda ortib ketishi ehtimoli ham mavjud bo'ladi. Bundan tashqari hajmning kamayishi. Hajmning umumiy qon hajmi yoki umumiy sirkulyatsiyadagi qon hajmi sifatida qarasak bo'ladi. Bularning kamayish natijasida ham kelib chiqishi mumkin. Buni keyinchalik yana ko'ramiz. Xlor yetishmovchiligi yoki gipokalemiya ham kuzatiladi. Xlor yetishmovchiligi ni hozir qayd qilish mexanizmida tushunib ketsangiz bo'ladi. Gipokalemiya ham aynan mana bu mexanizmda vodorod, odatda kaliy vodorod birgalikdagi nasoslarini biz avvalgi darslarda ko'rib chiqqanmiz. Buyrakning oxirgi qismlarida, nefronning oxirgi qismlarida vodorod kaliy kanallari odatda o'xshash protsess tufayli ishlar edi. Shular natijasida oxir-oqibat bikarbonatni qayta so'rilishini kuchaytirish holatlari saqlanib qolishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Natijada metabolik alkaloz rivojlanadi. Metabolik alkaloz rivojlanganda biz siydikdagi xlor ioniga qarab turib ikki guruhga ajratamiz. Bular saline resistant hamda saline responsive. Ya'ni 20 ekvivalent birlikdan yuqori bo'lsa siydik tarkibida bu saline resistant deymiz. Ya'ni organizmga natriy xlor 0.9% bilamiz. 0.9% natriy xlor bu izotonik eritma. Ya'ni qonimizdagi
o'zgarmas suyuqlik sifatida kiritilsa bo'ladi degani. Mana bu izotonik eritma quyganimizda mana bu protsesslardagi metabolik alkaloz bo'ladigan bo'lsa foyda bermaydi degani. Endi bundan tashqari cell responsive degan turi bor. Bu cell responsive agar biz mana shu turdagi metabolik alkalozlarni natriy xlor quyadigan bo'lsak, bemorning holati yaxshilanadi. Metabolik alkaloz esa atsidoz muhit bilan neytrallanib turadi. Bu asosiy protsesslardan birisi vomiting, ya'ni qayd qilish, ya'ni qusishga to'g'ri keladi. Hozir qusish cell responsivega bog'liqlik protsessini gaplashib chiqamiz. Avval mana bu joyni o'chirib olsak, bu yerda qusishi organizmda asosiy o'tlardan bitasi vodorod, kaliy nasosi borda, proton pompa mana bu oshqozonda. Oshqozonda proton pompa hisobiga mana bu joyga vodorodni chiqarib beradi, organizmdan chiqarib beradi. Natijada vodorod ionlari ko'payadi bu joyda. Bundan tashqari xlor ionlarini ham organizm mana shu joyga ishlab chiqaradi. Natijada vodorod va xlor birgalikda xlorid kislotani tashkil qiladi. Oshqozonni ichida shunaqa xlorid kislotali muhitni hosil qiladi va ovqat hazm bo'lishda asosiy o'rinni egallardi bu. Endi qayd qilish holatlarda qanaqa jarayon bo'ladi? Mana shu joyda qayd qiladigan bo'lsa, bu tashqariga chiqib ketdi. Natijada vodorod va xlor ionlari organizmda kamayib qoldi. Bundan tashqari mana bu xlorid kislotani hosil qilish yoki qayd qilish tufayli mana bu oshqozonni suyuq qismi, ya'ni oshqozon ichidagi suyuq massa tashqariga chiqib ketgani uchun ichkarini namligini ta'minlash maqsadida desak ham to'g'ri kelaveradi aslida. Mana bu bezlar yana sekretsiyani kuchaytirishga harakat qiladi. Endi bu joy sekretsiyani kuchaytirishga harakat qilgani organizmda umumiy suyuqlikni yo'qotishiga sababchi bo'lib qoladi. Chunki suyuqlik tashqariga chiqib ketsa, mana bu joyni kompensator to'ldirish kerak. Natijada suyuqlik, umumiy suyuqlik kamayadi deb qarasak ham bo'ladi. Mana bu joydagi hajmni qisman kamayish. O'ta ko'p kamayib ketmaydi, lekin qisman baribir kamayadi, suyuqlik yo'qotadi organizm. Endi biz bu suyuqlikni o'rnini natriy xlor bilan to'ldirsak bo'ladi. Aynan natriy xlorni o'zi emas, natriy xlorning 0.9% eritmasi, ya'ni izotonik eritma. Izotonik eritma deyapmiz. Eritma so'zini ishlatyapsizmi? Demak, tarkibida suv bor. Bu suv bilan yuqoridagi hajm kamayishini oldini olyapmiz. Endi xlor yo'qolyapti. Xlor yo'qolgani uchun mana bu xlor o'sha xlorni o'rnini bossa bo'ladi. Natijada cell responsive holatdagi xlorni organizmda saqlab qolgan holatdagi mana bu metabolik alkalozni joyiga keltirsak bo'ladi. Endi savol tug'iladi. 20 ekvivalent birlikdan kamroq chiqadi siydikda mana bunda deyapti. Chunki organizmda xlor kam. Xlor kamligi tufayli metabolik alkaloz kelib chiqyapti. Ya'ni kislotani yo'qotyapti. Xlor ham kamayib ketyapti. Xlor kamayganligi sababli organizm qondagi xlor balansini saqlab qolish maqsadida siydikdan kamroq chiqaradi degani. Mana bu joyda xuddi shu. Siydikdan kamroq chiqarganligi sababli mana bu cell responsive tarafga o'tib ketdi. Endi umumiy ma'nodagi xlorni organizmda ko'payishi kislotali tarafga yurg'izib beryapti. Qanday qilib degan savol tug'iladi. Xlorni organizmda ko'payishi bu ion balansiga teng bo'ladi. Masalan, natriy ion balansi gidrokarbonat va xlor ionlari balansiga teng bo'ladi va shu joyda bitta alohida narsa bor edi. Eski darslardan ma'lum bizga anion gap ham muhim ahamiyatga ega edi. Chunki anion gap ham manfiy zaryadga ega edi. Mana bu joyda 140 birlikdagi xlor natriyni oladigan bo'lsak, mana bu joyda gidrokarbonat shu 24-28 oralig'ida 24 oladigan bo'lsak, xlorni odatda 104 holatda olardik. Endi qolgan qismi anion gapga kirib ketardi. Endi bu normal holatdagilisi. Endi bizda organizmda xlor kamayib ketadigan bo'lsa, anion gapga tegmaydigan bo'lsak, xlor kamayib ketadigan bo'lsa, mana bu gidrokarbonatning miqdori o'zgarishi bilan namoyon bo'ladi. Yoki biz mana bu joyda tashqaridan xlor ko'p quyamiz. Xlor qancha ko'paygan sari mana 104 ko'payib ketsa, masalan faraz qiling 104 emas, 110 bo'lib qoldi deylik. 110 bo'lib qolsa, endi
mana bu gidrokarbonatni kamaytirish orqali mana 140 ga tenglaydi. Sizlar bilan avvalgi darslarda ko'rganmiz. Plus zaryadlar doim minus zaryadlarni kompensatsiya qilib turish kerak edi. Shu 140 dan oshib ketib qolmaydi bu. Shuning uchun mana bu 110 bo'lganda 6 taga oshib qoldimi? Mana bu 6 birlikka kamayib qoladi. Masalan 18 bo'lib qoladi. 18 bo'lib qoldi degani gidrokarbonat anionlari kamayib ketdi va umumiy miqdorda organizmda mana bu alkaloz muhitini orqaga qaytaryapti. Ya'ni mana xlor kislotali tarafga yurg'izyapti degani. Shuni kompensatsiya qilish maqsadida organizm mana shu uslublardan foydalanadi. Endi bundan tashqari umumiy parametrlarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Umumiy parametrlarda pH o'zgarishi, pH ortishi, gidrokarbonatni ortib ketishi metabolik alkalozda va parsial bosimdagi karbonat angidrid parsial bosimi, to'g'rirog'i karbonat angidridni qondagi erigan miqdori kompensator ortadi deyapti. Kompensator ortishi uchun nafas jarayonini sekinlashtirsak shunchaki yetadi. Nafasni sekinlashtirsak respirator atsidoz tarafga qarab yuradi va bu kompensator ravishda karbonat angidridni ko'paytirish hisoblanadi. Kaliy va xlor ionlarining kamayishi metabolik alkalozga xos deb aytdik. Endi quyida keyingisi recent deyapti. Yaqinda degani bu. Yaqinda loop diuretik yoki tiazid diuretiklardan foydalanilganligi deyilyapti. Endi diuretiklar odatda natriy va xlor ionlarini kamayishiga sababchi bo'lib qoladi. Bu joyda asosiy umumiy hajm kamayishi bilan birgalikda xlor ionlarini ham kamayib ketishi bilan namoyon bo'ladi. Mana bu tiazid diuretiklarda esa bilamiz natriy, kaliy, xlor birdaniga kamayishi bilan namoyon bo'ladi. Antatsidalardan foydalanish ham xuddi mana bu yuqorida qayd qilishga o'xshagan mexanizmdagiga kiritsak, o'xshatsak bo'ladi. Endi bu dorilar shunchaki tashqariga chiqarib yubormaydi kislotani, naborot kislotani neytrallash hisobiga vodorod xlorid kamayib ketishi kuzatiladi. Yo'q bo'lmasa antatsidlarda asosan gidrokarbonat tarkibli moddalar mavjud bo'ladi. Ba'zilarida gidrokarbonatni ko'payib ketishi organizmda alkaloz chaqirayotdi. Xuddi shu mana shu antatsidlarni ko'payib ketishi organizmda natijasida paydo bo'lishi mumkin. Yoki kalsiy karbonat kabi moddalar bo'ladigan bo'lsa, kalsiy karbonat misol uchun xlor, kalsiy karbonat, vodorod xlorid bilan reaksiyaga kirishganda kalsiy xlorni hosil qilib qo'yadi, karbonat angidrid suvga hosil qilib qo'yadi. Natijada alkalozni kuchaytirilishiga sababchi bo'lib qoladi bu yerda ham. Bundan tashqari milk alkali sindrom bor. Milk alkali. Shunaqa milk alkali sindromi bu o'zbek tiliga xuddi sut ishqor sindromi sifatida gapirsa bo'ladi. Bu kalsiy karbonatni ko'payib ketishi natijasida, ya'ni mana bu antatsidlarni iste'mol natijasida bu kalsiy karbonatni ko'payishi va bundan tashqari sut yoki kalsiyni qabul qilishi natijasida giperkalsemiya kuzatiladi va giperkalsemiya tufayli va bundan tashqari plus bunga ravishda metabolik alkaloz rivojlanishi va plus buyrak shikastlanishi bilan namoyon bo'ladigan umumiy sindrom hisoblanadi. Endi bundan tashqari recent hamda current diuretikka farqini ko'rsak bo'ladi. Misol uchun recent diuretik yuqorida aytganimizdek yaqinda diuretiklar berilgan. Bu degani diuretikni ta'siri tugab bo'ldi degani. Diuretik ta'siri tugab bo'lsa, mana bu currentda ta'siri tugamagan degan. Mana shu ikkalasining farqi bor. Misol uchun recentda ta'siri tugab bo'lganligi sababli bizni organizmda hozir mana bu sistemada biz natriy xlor bersak, effekt yuzaga keladi. Mana bu to'g'ri holatga o'tib qoladi degan. Nima uchun? Chunki biz natriy berganimizda qonda yuqorida aytganimizdek xlor bilan balansini, kompensatsiyani to'ldirib oldik. Xlor ko'paygani hisobiga atsidoz tarafga yurdi. Endi manada nimaga yurmaydi? Saline resistant deydigan savol tug'iladi currentda. Current bu hozir ta'sir qilayotgani. Hozir ta'sir qilayotgan tiazid diuretik yoki loop diuretiklarda, o'sha genli qo'ziloqqa ta'sir qiladigan diuretiklarda
natriy bilan xlorni siydikdan tashqariga chiqarayotganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun bunda siydikda, umumiy siydikda xlor miqdori ko'p bo'ladi. Natriy ham siydikda ko'p bo'ladi. Shuning uchun siz nimani kuyganingiz bilan, natriy xlor kuyganingiz bilan siydikdan chiqarib olish kuchayib ketayotgan bo'ladi. Bu silent resistant. Tashqaridan natriy xlor bersangiz ham ta'sir qilmaydi. Oldin gaplashganimizdek, resentda natriy xlor bersangiz, endi bu narsa xlor boyagi yuqoridagi balansi ta'minlab berib turgan edi. Endi bundan tashqari bu umumiy tizim RAS sistemasiga ham bog'liq bo'ladi. Nimagaki, organizmda aldosteronni yoki renin aktivatsiyasini kuchayib ketishi mana bu nimani natriy reabsorpsiyasini yuqorida aytganimizdek reabsorpsiyasini kuchayishiga sababchi bo'ladi. Natriy reabsorpsiyasini kuchayishi vodorodni tashqariga sekretsiyasini kuchaytirishiga sababchi bo'lib qolib, metabolik alkaloz bilan namoyon bo'layotgan bo'ladi. Mana shu jihati ham ko'p. Chunki organizmda natriy kamaygan sari RAS sistemasi aktivatsiyasi oshib boradi. Umumiy siydikka nisbatan aytyapman bu yerda. Qonga nisbatan aytyapman bu yerda. Qonda natriy miqdori qancha kamaygan sari aldosteron, ya'ni RAS sistemasi kuchayib boradi. RAS sistemasini ortishi vodorodni kamaytirib, yuqoridagiday alkaloz tarafiga yurg'izib beradi. Endi tushunib oldingiz, menimcha, Chlorant bilan Resent diuretikka farqini. Bittasi hozir ta'sir qilayotgani uchun ham siydikda xlor miqdori ko'p. Ikkinchisi ta'sir qilib bo'lgan, o'shaning uchun organizmda xlor kamayib bo'lgan, natijada siydikda xlorni kamroq chiqarishga harakat qiladi degan ma'noda siydikni birinchi navbatda xlorga tekshir degan ma'noda ketyapti. Endi qolgani bor, mana bu ikkinchisi giperaldosteronni aytdik. Barrett va Gitelman sindromlari bor. Barrett va Gitelman sindromlarini bu yerda aytsa bo'ladi. Barrett va Gitelman sindromi ikkalasi ham RC o'sha tubulopatiya hisoblanadi. Bu klinikada diuretikka o'xshagan versiyadagi holatni keltirib chiqaradi. Misol uchun Barrett sindromida xuddi halqasimon diuretikka, ya'ni qog'ozloqdagi diuretiklar kabi ishlaydi desak bo'ladi. Qog'ozloqdagi diuretik natriy, kaliy, xlorni hammasini siydikka chiqarib yuboradi. Bunda yuqori ascending deyapti, ya'ni ko'tariluvchi qismida bo'ladi. Yo'g'on ko'tariluvchi qismida demoqchi edim. Yo'g'on ko'tariluvchi qismida bo'ladi. Aynan mana diuretikka o'xshagan holat keltirib chiqaradi. Natriy, kaliy, xlorni siydikka ko'p chiqib ketishi natijasida yuz beradi va gipokalemiya bilan alkaloz rivojlanadi. Endi mana bu Gitelman sindromida esa xuddi tiazid diuretikka bo'ladi. Bunda natriy bilan xlorni siydikka ko'p chiqib ketishi natijasida bo'ladi. Asosan bu distal yig'uvchi naychalarda bo'ladi va ikkalasida ham metabolik alkalozga sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun Barrett va Gitelman sindromlari deyarli ikkalasi o'xshash RC tuz yo'qotish bilan bo'ladi. Tubulopatiya faqat segment bilan transporteriga qarab alohida sindromlarga ajratib qo'yishgan. Mana bu joyda diuretiklarni umumiy qayerlarga qanday ta'sir qilishi haqida yozib ketilgan. Ya'ni mana bu birinchi ko'k ko'rib turibsiz. Ko'k rangdagi zona proksimal kanalcha. Proksimal kanalcha mana bu joyda tugaydi. O'sha korteksdan bu yoqda genli qovuzloq kelyapti. Genli qovuzlog'ini mana bu joygacha ta'sir qilyapti. Ko'kdagi, aynan ko'k qismiga ta'sir qilyapti deydi. Endi ko'k qism deganda mana bu polni yarimta qismi emas. Prosta ikkita diuretik bir paytda berish uchun mana shunaqa yarim qilib chizgan. Demak, proksimal kanal va genli qovuzlog'ini tushuvchi qismiga mannitol ta'sir qiladi va mannitol mana shu zonada suvni reabsorpsiyasini to'xtatishi natijasida diuretiklik vazifasida kechadi. Ya'ni siydik ajralishda imkoniyat yaratib beradi. Lekin u darajada kuchli diuretik sifatida qaralmaydi. Mannitol miya shishlari kabi jarayonlarda ishlatiladi asosan. Endi mana bu zonani bilasizlar, suvni asosiy reabsorpsiya bo'ladigan zonalardan birisi mana shu zona hisoblanadi. Tushuvchi genli qovuzlog'i aynan. Endi keyingisi acetozolamid. Acetozolamid asosan biz Diakarb degan dorisini bilamiz. Odatda bozor
nimalarda diakarb nomli versiyada ko'proq ishlatilishadi. Bu asosiy vazifasi karbon angidraza degan ferment bor edi. Karbon angidrazani ingibirlab turib ta'sir qiladigan diuretik hisoblanadi. Aynan buni ta'sir qilish zonasi proksimal kanalchalar hisoblanadi. Proksimal kanalchalarda karbon angidrazani ingibirlagan sababli yuqorida ko'rib o'tganmiz, bularni gidrokarbonatda so'rilish mexanizmini aynan mana gidrokarbonatda so'rilishni buzib qo'yadi va gidrokarbonat yoki bikarbonat qonda ko'payib ketishi mumkin bo'ladi. Buning natijasida mana shu natriy ikkalasi birgalikda kirardi. Natriy ham mana shu kanal orqali bloklanib qoladi. Natijada diurez birozgina oshadi, chunki bu natriy bu yerdan kirmasa, mana bu taraflardan o'zi kirib oladi. Asosiy natriy kanali emas bu. Ikkilamchi sifatida qaraymiz, lekin baribir diuretiklik effekti qisman bo'lsa ham bor bunda. Endi keyingisi asosiy narsani gapirib ketish kerak mana shu yerda. Natriyni gidrokarbonat bilan birgalikda so'rilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki organizmda misol uchun keyslarda har xil vaziyat kelib qolishi mumkin bo'ladi. Misol uchun kislota ishqor muvozanatini joyiga keltirishga fokus qaratish kerakmi yoki suyuqlikni, ya'ni gipovolemiyani nazorat qilish kerakmi degan savollar kelib qolish ehtimoli bor. Shunaqa vaziyatda qaysi bir asosiy fokus qarataman desangiz, mana shu joyga muhim ahamiyat kasb etadi. Nimagaki, natriy organizm siydik orqali chiqarib yuboryaptimi? Gidrokarbonatga bog'liqlik joyi bor. Chunki natriy bilan gidrokarbonat so'rilish kanalchalarini birgalikda ishlashi bu eng muhim key pointlar hisoblanadi. Endi keyingi versiya diuretiklar. Loop diuretiklar. Ya'ni qovuzloqqa ta'sir qiluvchi diuretiklar. Mana bu joy genli qovuzlog'ini ko'tariluvchi yo'g'on zonasi, mana bu yo'g'on ko'tariluvchi, bu ingichka ko'tariluvchi zonasi. Mana shu joyda natriy kaliy xlor reabsorsiyasini ta'minlab beradigan kanalchani ingibirlab qo'yadi. Bu ikkita xlor mana bu joyda ko'rib, bu muhim, chunki xlor ko'proq ketyapti degan. Endi keyingisi tiazid diuretiklar. Bu tiazid diuretik mana bu distal yig'uvchi naychalarga ta'sir qiladi. Asosan natriy xlor reabsorsiyasini ta'minlaydigan zonaga ta'sir qiladi. Kalsiy ahamiyati bor. Bitta qarab qo'yamiz, chunki kalsiyni reabsorsiyasini kuchaytirib beradigan diuretiklar tiazid diuretiklar hisoblanadi. Ayniqsa bu buyrak tosh kasalliklarida kalsiyni tashqariga chiqib mana bu kosachi jomchi tarafga o'tib ketmasligini oldini olish uchun beriladigan diuretiklar hisoblanadi. Chunki kalsiyli toshlar hosil bo'lib qolish ehtimoli bor. Shu joyi muhim faktlardan bittasi. Endi natriy xlori reabsorsiyasini ta'minlaydigan ion kanalni bloklab qo'yadi. Bularga tiazid diuretiklarda mana bu loop diuretik qovuzloqni aytmaymiz. Mana shu qovuzloqqa ko'pchilik biladigan furozemid degan dorimiz bor. Bu tarazemid, furozemid degan dorilar bor. Endi mana shu loopga ta'sir qiladi qovuzloqqa. Tiazid diuretiklarga esa biz biladigan gidroxlortiazid yoki xlortiazid, indapamid degan dorilar mana shu zonaga ta'sir qiladi. Keyingisi kaliy saqlovchi diuretiklar ta'sir qiladigan zonasi bor. Mana bu oxirgi yig'uv kanalchalarida o'tgan darslarda biz ko'rganmiz kaliy qanday qilib reabsorpsiya bo'lish prosesslarini va mana shu aynan shu joyda kaliy bilan vodorodda reabsorpsiya bo'lishi birgalikda amalga oshadigan zona va buni pastki qismida natriyga reabsorpsiya bo'lish jarayonlari ham bor edi. Shu joyga aldosteron ta'sir qiladigan mexanizm mana shu ishlarda. Aldosteron bunga pozitiv ta'sir qilardi, bularga esa negativ ta'sir qilardi. Natijada mana bu aldosteron natriy reabsorsiyasini kuchaytirib, kaliy vodorod sekretsiyasini oshirib qo'yardi. Aynan kaliy saqlovchi diuretiklarda biz spironlakton yoki verashpiron degan dori berardik. Verashpiron hozirgi savdo nomlaridan bittasi. Spironlakton asosiy xalqaro nomi. Bu aldosteronni ingibirlab berardi. Bu mineralokortikoid retseptori antagonisti sifatida ishlaydi. MRI guruhi deymiz buni. Ba'zilar kaliy saqlovchi diuretik sifatida qaraydi, lekin asosiy vazifasi aldosteron retseptori antagonisti hisoblanadi mana bu verashpironlar. Bundan tashqari boshqa turdagi
kaliy saqlovchi diuretiklar ham bor. Mana shu joyga ta'sir qiladigan. Ularni diuretiklar mavzularida ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bu asosiy mavzuyimiz diuretiklar mavzusi emas. Diuretiklarning effektini mana bu joyda ko'rsangiz bo'ladi. Bu narsalarni alohida gapirib ketmaymiz. Nimagaki yuqoridagi darslarda deyarli hammasini o'tib bo'lganmiz va siz mana shu joydagi jadval orqali o'zingizni bilimlaringizni tekshirib olsangiz bo'ladi. Mana bu joyi oldindan taxminiy misol uchun lub diuretik qog'ozloqqa ta'sir qiluvchi kaliyga qanaqa, xlorga qanaqa, kalsiy, magniy mana buni gaplashmadik. Bular diuretik mavzularda ko'rsangiz bo'ladi. Vodorodga qanday ta'sir qiladi? Xlorga eng muhim joylari vodorod, xlor, gidrokarbonat va natriy. Mana shu 1 2 3 4. Mana shu hozir sizning asosiy vazifangiz, chunki kislota ishqor muvozanatiga mana shular asosan ta'sir qilyapti. Shu joyini ko'rib olsangiz, taxmin qilib aytsangiz bo'ladi. Misol uchun natriyni nimada sidikda ko'paytiradi. Mana natriy sidikda ko'payapti. Bundan tashqari gidrokarbonatda lub diuretik natijasida sidikda kamayib ketishi yoki vodorodda sidikda ortib ketishini kuzatishingiz mumkin. Bularni umumiy yuqorida aytganimizdek keltirib chiqarsangiz bo'ladi. Nimagaki ba'zi hududlarini xuddi yuqorida keltirgan umumiy gaplarimizdan fikrlab chiqarsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi va jadvalni yodlashingiz ham shart bo'lmaydi shunda. Bu joyda asosiy biz o'tmagan narsalarimizdan bittasi paradoksal atsiduriya degan jarayon bo'ladi. Misol uchun organizmda ishqoriy muhit alkaloz bo'layotgan bo'lsa, kompensator ravishda nimani kamaytirish kerak bo'ladi? Ishqoriy muhitni kamaytirish kerak bo'ladi va gidrokarbonatni organizm maksimal harakat qiladi sidikka chiqarishga. Shunda sidikda gidrokarbonat ko'paygan sari sidik ishqoriy muhitga qarab yuradi. Lekin paradoksal atsiduriya, ya'ni shunga mos kelmaydigan holatdagi sidik kislotali bo'lib qolish holati bor. Bu qachon? Bu organizmda kaliy kam holatda. Yuqorida aytgan kaliy kamayishi, yo'qotilishi vodorod kaliy ekschenjer orqali vodorod bilan unni almashtirib qo'yadi. Buni birinchi darsda gaplashib chiqqanmiz, birinchi ikkinchi darslarda adashmasam. Endi bizda kaliyni kamligi, organizmda kaliyni kamligi nima qilib beradi? Vodorodni natriy bilan almashinuvini kuchaytirib yuboradi. Chunki gipokalemiya davri bo'ladi. Bunda qonda umumiy gipokalemiyada organizm hajmi, ya'ni umumiy qon hajmini saqlab qolishga qaratilgan mexanizm ishga tushiradi. Suvni saqlab qolishga desak to'g'ri keladi. Umumiy hajmni saqlab qolishga qaratilgan mexanizm asosan natriy bilan bo'ladi. Chunki biz bilamiz, natriy suvni o'ziga tortadi. Endi bunda natriy suvni o'ziga tortish uchun natriyni kim bilandir almashtirish kerak. Natriy kaliy bilan almashtirmaydi. Chunki kaliy kam, natriy vodorod bilan almashtiradi. Natriy vodorod bilan almashtirganda qonda natriy miqdori sekin oshish boshlaydi. Lekin vodorod miqdori sidikda oshib qonda kamayishni boshlaydi. Vodorod qonda kam. Qonda kamayib sidikda oshish boshlaydi. Shunda sidikda oshganda sidik atsid tarafga yuradi, ya'ni kislotali tarafga yuradi. Shuni hisobiga paradoksal atsiduriya bo'ladi, lekin baribir umumiy alkaloz kuzatilayotgan davrda bo'ladi. Endi gipokalemiya holati vodorod sekretsiyasini yanada kuchaytirilishiga sababchi bo'lib qoladi. Buni eng dastlabki darslarda gaplashib o'tdik. Endi mana bu rasmda respirator atsidoz, alkaloz hamda metabolik atsidoz, alkalozlarning umumiy kelib chiqish mexanizmi, nimaga kelyapti, chiqyapti, qanaqa vaziyat bo'lyapti, umumiy keltirilgan va bularni har birini darslarda gaplashib chiqdik. Umumiy konspekt ma'nosida ko'rib chiqsangiz bo'ladi va bularni belgilarini yodlab chiqsangiz ham bo'ladi va asosiy narsa bu ion, nafas va vodorod, kaliy, gidrokarbonat kabi anion va kationlarga bog'liq ravishda o'zgarish bo'ladi. Umumiy konspekt ma'nosida ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Endi acid-base physiology'ni mana bu joyda first aid kitobingizda berilgan. Bularni barchasini o'tib bo'ldik. Faqatgina biz umumiy takrorlash va ingliz tili bazangizni mustahkamlash uchun ham mana shu narsani o'rganib olsangiz bo'ladi. Hozirgacha o'tilgan darslarni mana bundagi hamma narsani gaplashib bo'lganmiz.
Faqat siz bu yerda ingliz tili bazangizni kuchaytirish uchun hamda umumiy konspekt uchun kichkinagina qo'llanmacha sifatida olsangiz bo'ladi. Mana metabolik atsidozda pH kamayishi, karbonat angidridni kamayib ketishi, gidrokarbonatni kamayib ketishi, giperventilatsiya kabi umumiy kompensator javob berish ma'nolarini ko'rsangiz bo'ladi. Immediate degani tezda degani, delayed bor, mana bu yerda delayed bu kechikkan degani. Yuqorida aytganmiz, buyrak bilan renal buyrak degan buyrakdan bo'ladigan javob reaksiyasi sekinroq bo'ladi. Endi nafasdan bo'ladigan, misol uchun metabolik atsidoz bo'ladigan bo'lsa, organizm kislorodni, to'g'rirog'i karbonat angidridni kamaytirsa, metabolik atsidozga javoban respirator alkaloz protsessi kelib chiqadi. Endi karbonat angidrid kamaytirish uchun giperventilatsiya qilish kerak. Ya'ni tez-tez hansirab nafas olish kerak yoki chuqur-chuqur yaxshi havo bilan nafas olish kerak. Shunda karbonat angidrid kamayadi. Mana bu joyda olganimizdek karbonat angidrid kamaytirilishi qizilda bergan atayin bu yerda. Kamaytiriladi, natijada kompensator jarayoni amalga oshadi. Endi alkaloz bo'ladigan bo'lsa, navorot uni kamaytirish, lekin bu jarayon oson. Tez javob bo'ladi. Immediate degan tezda bo'ladi. Chunki nafasni siz o'zingiz tez-tez boshqarsangiz bo'ladi. Bu organizm o'zi ham xohlagancha tezlikda boshqarsa bo'ladi. Buyrakdagi esa mana bu kompensator jarayonlar sekinlashgan, ya'ni delayed bo'ladi. 2-5 kun ichida bo'ladi. Nimagaki biz yuqorida ham aytganmiz, siydik ajratish bir kunda 1,5 litr bo'lganligi sababli bir kunlik siydik bilan kompensatsiya qilish imkoni juda kichkina bo'ladi. Shuni hisobiga kompensatsiya mana shu kechikkan ravishda olamiz. Henderson Hasselbach tenglamasini yuqorida birinchi mavzuda pH kelib chiqishi, nima uchun birga bir gidrokarbonat va karbonat angidrid ketsa ham kislotali muhit oshib ketishi, karbonat angidrid oshganda bu tarafda vodorod miqdorini oshishi pH tushiradi degan ma'nodagi asosiy formula edi. Bundan tashqari biz Winter formulasini gaplashdik. Bu bir payt o'zida ikki xil protsessi kechayotganini ko'rsak bo'lardi. O'tgan darsni ko'rsangiz asosiy Winter formulasini tushunib yetasiz mag'ziga. Endi mana bunaqa holatlar bor. Arterial qondagi gazlarning interpretatsiyasi, ya'ni kislota ishqor muvozanati buzilishidagi interpretatsiyasini ko'rsangiz bo'ladi. Bularni ham umumiy tushunib yetgansiz, faqatgina qisqagina qilib gaplashib chiqamiz va kompensator javoblarni ko'rib chiqamiz. Asosiy qismida pH mana ekan kamayib ketishi, atsidemiya, kislotali muhitga o'tishi, agar pHni ortadigan bo'lsa, bu alkalemiya, ishqoriy talabga o'tib ketishi bilan namoyon bo'lishi ko'rib chiqamiz. Endi bu joyda atsidemiyadagi asosiy nafas tarafdan kelib chiqamiz. Ya'ni karbonat angidridni parsial bosimini yuqori bo'lishi, 40 dan, o'z normada 40 gacha bo'ladi. 40 dan yuqori bo'lib ketadigan bo'lsa, misol uchun o'tkir emfizema kasalliklarda, emfizema patologiyada o'tgansizlar, alveolarning devori yemirilib alveollar o'pish bitta katta alveolaga aylanib qolardi. Buning natijasida o'sha joyda o'lik bo'shliq oshib ketadi. Endi natijada karbonat angidrid miqdori oshib ketadi. Bu karbonat angidrid miqdorining oshib ketishi birlamchi respirator atsidozga sababchi bo'ladi. Endi bu asosiy proses. Endi bu delayed, ya'ni kechikkan holatdagi buyraklardan gidrokarbonatni reabsorpsiyasini boshqarish bilan mana bu jarayon kompensator to'g'rilanadi. Ya'ni atsidozga nisbatan reabsorpsiyasini, gidrokarbonat reabsorsiyasini kuchaytirsa, alkaloz protsessi kelib chiqadi. Shuning uchun ikkilamchi metabolik alkaloz, buyrakni kechikkan holatdagi ikkilamchi metabolik alkalozi kuzatiladi. Lekin bu jarayon keyslarda beradigan bo'lsa, vaqt talab qiladi. Misol uchun emfizem bo'lganga ancha bo'lib qolgan odam bo'ladigan bo'lsa, endi siz atsidoz olmaysiz. Alkaloz olishingizga to'g'ri keladi. Lekin og'ir emfizema ham misol uchun bir kunda og'ir emfizema bo'lib qolmaydi. Bu sekin emfizema rivojlanadi. Asosiy bizdagi mana jigar fermentlari yoki chekishni nazarda tutamiz eng ko'p bo'ladiganlarimizda. Shuning uchun uzoq davom etgan emfizemani, og'ir emfizemani nazarda tutsa,
xayolingizga atsidoz kelmasin. Chunki o'lik bo'shliq oshyapti, SO2 oshib ketdi-ku, atsidoz bo'ladi deyishingiz mumkin, lekin buyrak kompensatsiyasini esingizdan chiqarmang. Keyslarda rosa chalg'itishi mumkin bo'ladi mana shu joy. Endi keyingisi o'tkir opioidlar yoki benzodiazepinni overdozdan kelib chiqadigan atsidozlar. Mana bu opioidlar yoki benzodiazepinlar natijasida ham organizmda mana nafasga ta'sir qiladi. Bu sekinroq, kamroq nafas olishga to'g'ri kelib qoladigan vaziyat bo'lib qolsa, SO2 ni miqdori oshib ketadi. Bu ham birlamchi respirator atsidoz keltirib chiqaradi. Endi bu qachonki ancha vaqt talab qiladigan bo'lsa, keyin gidrokarbonatli ikkilamchi metabolik alkaloz keltirib chiqaradi. Lekin mana shu joyda bitta narsa bor. Bu mana benzodiazepin yoki opioidlardan o'tkir zaharlanish holatlarida o'tkir holatlarida siz asosiy birlamchi respirator atsidozni olasiz. Chunki bu o'tkir holati bugun misol uchun qanaqadir opioid qabul qildi bitta bemor yoki benzodiazepinni kimlardir misol uchun o'zini joniga qasd qilish maqsadida yoki har xil vaziyatda qabul qilib qo'yadigan bo'lsa, bilmasdan ichib qo'yadigan bo'lsa, shu bugunni o'zida больницаga olib borib bemor holati ko'riladi. Shuning uchun unda birlamchi respirator atsidozni olasiz. Chunki nafas kamayib ketganda SO2 oshib ketgani hisobiga birlamchi respirator atsidoz kelib chiqayotgan bo'ladi. Endi ularda ikkilamchi metabolik alkaloz bo'lishi uchun bu uzoq muddat bo'lishi kerak. Endi odatda o'tkir vaziyatda uzoq muddat bo'lmaydi. Uzoq muddat bo'lgungacha u bemor halok bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqa vaziyatlarda opioid benzodiazepinlarda overdozida birlamchi respirator atsidoz olasiz. Keyingisi o'tkir qayd qilish. Endi o'tkir qayd qilishda qayd qilishi yuqorida gaplashibdik, alkalemiya ishqoriy tarafga yuradi dedik, chunki H-xlorni yo'qotardi. H-xlorni yo'qotardi, gidrokarbonatda oshib ketishi bilan o'sha vaziyatdagi protsess bo'lardi. Endi bu birlamchi metabolik alkaloz bo'ladi asosiy jarayon, lekin kompensator protsess ham kechadi. Bilsanglar, kompensator yuqorida aytib ketdik, kompensatsiya tez bo'ladi nafasga dedik. Endi birlamchi metabolik alkalozga javoban organizm tezda respirator atsidozga qarab yurg'izadi. Ya'ni bu nafas olishni kamaytiradigan bo'lsa, karbon tangidritning parsial bosimi tezda oshib ketib qoladi. Tezda oshib ketib qolib, shuni hisobiga balans to'g'irlanib oladi. Shuning uchun qanaqadir og'ir qayd qilish beradigan bo'lsa, bemorlarda vaziyatiga qarab turib kompensatsiyani hisobga olib, ikkilamchi respirator atsidozni olishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, birdaniga bo'ladigan bo'lsa, mana bir tez soatlar ichida o'lchanadigan bo'lsa, birlamchi metabolik alkaloz bo'ladi, lekin sizda keyslarda endi asosan chalg'itib beradi. Chunki chuqurcha qilib berish kerak, qayerdadir xato qilishingiz kerak. Shuning uchun mana bu narsani xayoldan chiqarib qo'yganligingizni o'ylab turib shunaqa keyslar tuzishadi. Endi alkalemiya tarafda, ya'ni ishqoriy tarafda o'tkir og'riq. Qanaqadir odamda o'tkir og'riq bo'ladigan bo'lsa, organizm endi nafas olishni tezlashtirib yuboradi. Chunki og'riyotgan odam nafas olish kuchayib ketib qoladi. Natijada karbon tangidritni pasayib ketishi kuzatiladi. Kislorod ko'p, karbon tangidrit kam. Chunki tez-tez nafas olyapti, perfuziya, ventilyatsiya kuchayyapti. Shuni hisobiga birlamchi respirator alkaloz yuz beradi. Endi aytishingiz mumkin, qachondir metabolik alkaloz atsidoz kompensatsiya qilishi mumkin-ku. Bu delayed, chunki buyrak orqali qilinadi, kechikkan ravishda bo'ladi. Shuning uchun og'riq 2-3 kun davomida davom etib, sekin bo'lish emas, biz o'tkir og'riqni nazarda tutamiz. Bemor qanaqadir o'tkir og'riq bo'lish bilan birgalikda kechadigan interpretatsiya jarayonlaridagi kislota ishqor muvozanati buzilishini so'rasa, odatda siz karbon tangidrit kamayib ketgani hisobiga birlamchi respirator alkalozni olishingiz kerak bo'ladi. Demak, tushunib oldingiz, mana shu holatlarda, ya'ni nafas protsessi tufayli kelib chiqadigan kompensatsiya tezroq bo'ladi. Mana bu nima tufayli kelib chiqadigan bo'lsa, buyrak orqali kelib chiqadigan bo'lsa, bu sekinroq bo'ladi. Lekin yuqoridagi kabi, misol uchun mana bu emfizemaga o'xshagan bemorlarda bir kunda rivojlanib qolishi qiyin, bu sekin-sekin rivojlanadigan og'irligi rivojlanadigan kasallik kabi holatlarda buyrakni hisobga olasiz yoki mana bunaqa dorilardan bir fasda bo'ladigan, tezda bo'ladigan jarayon bo'lgan uchun bularni ham tezda bo'lishini hisobga olib qo'yasiz. Chunki
buyrakniki sekinroq kechikkan kompensatsiya, nafasga tezda immediate kompensatsiya bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi darslarda ko'rishguncha xayr.